Sizda yoki farzandingizda oq dog' kasali bor. Siz bunga yechim axtaryapsiz. Nima qilish kerak? Albatta, bunga birinchi o'rinda tozalov dasturi kerak. Organizmda oq dog'ni hosil qilayotgan sabab omillarini yo'qotmasdan turib, uni davolab bo'lmaydi. Chunki qachonki ichaklarda oq dog' bo'ladi, keyin teriga o'tadi, qachonki u yuziga chiqqanda, terining eng tepasidagi epidermisga o'tgandagina siz sezishingiz mumkin. Aslida bu kasallik anchadan buyon 4 yil, 5 yil oldin ichkaridan boshlab yuziga kelgan bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda detoks programma berish kerak, tozalov, ya'ni qurtlardan, gijjalardan, virus, bakteriyalardan, oq dog'ni hosil qiluvchi omillardan tozalov dasturi ketadi. Bu bilan birgalikda terini o'sha teriga toshgan joylarni, oq dog'larni artib tozalab beruvchi alohida maxsus mazdan surkashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi oydan boshlab oziqlantiruvchi programma ketadi, chunki teri uchun kerakli bo'lgan o'sha melanotsit hujayralarni oziqlantiruvchi programma beriladi. Kerakli bo'lgan vitamin gruppa B, sink va uning uchun kerakli bo'lgan oqsillar yetarli darajada programma qilinadi. 3-oydan boshlab esa haqiqiy oq dog'larga rang beruvchi mahsulotlar berib boriladi. Va hokazo, bu kasallikni turiga qarab, o'sha oq dog'ni turiga qarab o'zini kurslarini biz aytib boramiz. Agar siz shu oq dog'ga chalingan bo'lsangiz, hoziroq telefon qiling. Video so'ngida telefon nomerlari bor. Albatta, mutaxassis sizning savollaringizga to'liq javob beradi.